2026-yilda qadrdonlar penal ombos xizmati. Namanganlik ustakalarimiz Farg'onaning Qo'qoniga mana shunday penal ombos xizmatini qilib berayotgan katta ob'yomga. Faqatgina sizlardan iltimos, shunaqangi katta ob'yomga quydirganda faqat tevasini yopishda maslahat berishar ekan. Tevasi ochiq bo'lsa bo'lmas ekan. Teva обязательно yopilib shifr bo'lishi kerak ekan. Hozirgi kunda 1 kvadrat metrini xonadonlarga, ya'ni xonadoningizga chaqiradigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Kvadrat metr usta haqi material ichida 5 sm qalinlikdagi 35 ming, 7 sm qalinlikdagi 40 ming, 10 sm qalinlikdagi 45 ming so'mdan 50 ming so'mgacha chiroyli qilib xizmat ko'rsatishni berishar ekan. Sizdan talab qilingan narsa suv to'k bersangiz, oziq ovqatini qilib bersangiz bo'ldi. Qolgan mahsulotlar o'zlaridan. Ha, yana bir narsa, uyingizni to'sini, imoratingizni to'sini tashlangan bo'lishi kerak, vassasi qoqilgan va zardor urilgan bo'lsa, o'zlari material hamma yoqda borib, shuni xizmat qilib yuradi aytilgan narxlarning ichida. Bu aytilgan narxlar vodiyga, Toshkent vohaga kelishilgan holda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib zakaz bera olasiz.